Okay, present perfect continuous'ni tushuntirib bering. Hozir tushuntiraman. Yaxshilab eshiting, sodda tushuntirib beraman. Present perfect continuous o'tgan zamonda boshlangan va haligacha davom etayotgan ish harakatlarga ishlatiladi. Masalan, I've been doing my homework for 4 hours. 4 soatdan beri dars qilib kelyapman. 4 soat oldin boshlagansiz, hali hamon davom etyapti. Present perfect bilan nima farqi bor desangiz, present perfect o'tgan zamonda noma'lum bir vaqtda bajarilgan ish harakatga ishlatiladi. Masalan, I have done my homework. Uy ishimni allaqachon qilib bo'lganman degan. Yana bitta soddaroq misol bilan o'rganadigan bo'lsak, tasavvur qiling, siz o'rtog'ingizni ancha vaqtdan beri kutyapsiz. Nima deysiz? I've been waiting for my friend for a long time. Yoki mana shu videoni siz katta ehtimol 1 minutdan beri tomosha qilib ko'ryapsiz. Nima deysiz? I've been watching this video for 1 minute. Ingliz tilini shunaqa oston o'rganmoqchi bo'lsangiz, izohlarga plus belgisini yozib qoldirib, qaysi mavzuni tushuntirib berishimni xohlasangiz, uni ham yozib qo'ying.